Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Cobalt dasturdan ro'yxatdan o'tishda ko'rib chiqamiz. Agarda sizda Cobalt dasturi bo'lmasa, bizning YouTube profilimizdan Telegram kanalimiz orqali kirib yuklab olsangiz bo'ladi. Cobalt dasturiga kiramiz hamda bugun sizlar bilan 5 milliondan 10 million so'mgacha bonus beradigan promo kodimizni yozib ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizdan keyin bizlarda so'ralyapti ikkita narsa: bu kod registratsiya va kod bu eski akkauntingiz, avval ochgan akkauntingiz bo'lsa, o'shanga kirish, registratsiya va hozir yangidan kirish. Biz registratsiyani bosamiz. Boya aytganimdek 5 milliondan 10 million so'mgacha bonus beradigan promo kodimizni tez tasdiqlab kirish uchun bizlar bu yerda 3 bosqichdan podna klikini bosamiz. Podna klikini bosganimizdan keyin bu yerda so'raydi qaysi davlatda turgan bo'lsangiz o'sha davlatni tanlaysiz. Masalan, O'zbekistonda bo'lsangiz O'zbekiston, Rossiya bo'lsangiz Rossiya shu tanlaysiz. Izlasangiz chiqadi. Men yerdan O'zbekiston deb yozasiz. Mana O'zbekiston o'zi chiqdi. Mana valyutasi ham O'zbekiston va so'mga o'tadi. Bu yerda so'raydi boyagi aytgan bonusimda qaysi depozit qilganingizdan keyin qaysi o'yinlarda o'ynab bo'lgandan keyin olishingiz mumkin. Bu yerda xohlasangiz sport o'yinlari, xohlasangiz kazino o'yinlari, masalan kazino o'yinlariga qo'yamiz. Boya aytgan promo kodim F701 promo kodi bo'ladi. Xuddi shunday. F701 promo kodini kirgizasiz, 5 million so'mdan 10 million so'mgacha bo'lgan bonuslarni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Bu yerda 18 yoshga yetganligingizni tasdiqlaysiz, registratsiyani bosamiz. Bu yerda sizni tekshiradi. Masalan, bot saytlar ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsa, men bu narsani bajara olmaydi. Agar odamda o'zi registratsiyadan o'tayotgan bo'lsa, bajaradi. Bizlardan so'rayapti avtomobil. Mana avtomobil qabul qilindi va bizlarga mana akkaunt ochildi. Bu yerda login bilan parol degan narsani skrinshot qilib olishingiz kerak bo'ladi. Agarda akkauntingizdan chiqib ketgan bo'lsangiz, udalti qilib qaytadan olsangiz, mana shu login bilan parolni yozib akkauntingizga qayta kirsak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bizlarga akkaunt ochildi. Bu yerda bizlarda birinchi qiladigan ishimiz mana bu menyu o'tamiz va mana bu ID degan joyga bosamiz. ID degan joyga bosganimizdan keyin mana yerda o'zi email nomer ulashimiz kerak. Bu aytganimdek, biz faqat podna kliki bilan tez tasdiqlab kirdik va endi bu yerda nomerni email bemalol olsak bo'ladi. Bergan email degan joylarga o'zlaringizni Gmail pochtalaringizni qo'yasizlar, endi nomer degan joylarga o'zlaringizni nomerlaringizni ulasizlar. Bu yerda mana yerda ism, familiya hamma narsalarni to'ldirib, qaysi shaharda, qayerdasiz hammasini yozib chiqishingiz kerak. Запишите полный данныйlarni. Bu yerda esa yana qaytadan ism, familiya, tug'ilgan yilingiz hammasi shularni to'ldirib chiqasiz. Qayerda, qaysi shahardasiz hammasini qo'yasiz. Bu yerda mana yerda dokument, pasportingizni, ID karta, o'zingizni tasdiqlovchi nomer kartalaringizni yozasiz. Bu hech qanday ziyoni yo'q. Naborot o'zingizga plyus bo'ladi. Masalan, kutilmaganda katta summa yutsangiz, chiqarib olishga qiynalmaysiz. Va yana sizlar bilan qanday depozit to'ldirish mana yerda plyus получить bosasizlar. Bosganingizdan keyin mana o'zi bu yerda chiqadi. O'zingizga qulay bo'lgan hamyon orqali, karta orqali hisobingizni to'ldirsangiz bo'ladi. Humo, Uzcard, Click, Payme hammasidan iloji bor. Bu yerda kriptovalyutalar orqali ham to'ldirsangiz bo'ladi. Pul chiqarish ham xuddi shunday. Mana yerda razniga bosasiz, mana uslugani bosasiz. Mana yerdan o'zi depozitingizni bosib, mana yerdan chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu yerdan xuddi shunday mana qaysi kartaga yechmoqchi bo'lsangiz, Clickga yoki Payme'ga xuddi shunday yechib olsangiz bo'ladi. Xuddi shunday kriptovalyutalarga ham yechib olsangiz bo'ladi yutgan depozitingizni.